Assalomu alaykum. Mana 4 xonali penoblokdan ko'tarilgan uyimiz. Xo'p, rasxodlari bilan tanishtirsak, 5 tonna sement fundamentga. Xo'p, 12 qator penoblok, 4 xonali koridor, 980 ta penoblok ketdi. 2100 ta pishgan g'ish, tagiga 1200 ta ketdi. O'rta перегородкani bo'lib yubordik. Pishgan g'ish bilan, ortgan pishgan g'ish bilan shuni hisobiga 980 dona ketdi. O'zi bu uyga 1070 talari ketishi kerak edi. 100 taga yaqin. Mana bu yerdan bo'lib yubordik. Ortib qolgan g'ishni перегородка qilib. Seysmopoyez kolonnalarga 2 tonna 200 sement. Xo'p, penoblokni urishga kafinliklar 75 qop. Joylarga qarab endi rasxodlar chiqaraverasizlar. 2 mashina havo shag'al fundamentga, bir mashina zilda, bitta mashina zilda shag'al. 2,5 mashina anaqa ketdi, tosh ketdi betonga. Mana bunga 1 mashina kompot ketdi. Tak, armaturalar 300 metr armatura fundamentga, 300 metr seysmopoyezga 12 likdan. Kolonnalarga 16 likdan 170 metrmi shunaqa ketdi, adashmasam. Har bitta xonalarning burchagi kolonna. Teshiy tepalari seysma, 12 qator penoblok 980 dona ketdi. Mana shu penoblokdan uy qurish.